Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan bugun andijoncha osh tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bunda bizga kerak bo'ladi 1 kilo sabzi, 1 dona piyoz, 2 ta chesnok, 300-400 gram go'sht va tabga ko'ra dumba yog'i kerak bo'ladi. Qizib turgan qozonimizga dumba yog'ini shuna qilib to'g'rab sovolamiz. Chicha oz ko'rinuvda yana ozgina to'g'rab sovordim. Yaxshilab aralashtirib turamiz yog'ini olguncha. Mana ko'rib turibsizlar, jizza holatiga keldi. Yog'dan jizzalarimizni olamiz. Bu yog' oshga ozlik qiladi. Shuning uchun yana 1 cho'mich qo'shib yubordim uzumli yog'idan. Yaxshilab qizdirib turib, birinchi go'sht soldim. Kim qanaqa qiladi bilmayman. Men birinchi doim ovqatlarga go'sht so'raman, shirin bo'ladi qanaqadir deb. Mana yaxshilab qizartirib olamiz. Bu orada jajji g'olchalarimiz sabziga o'g'irlikka tushibdi. Qizartirib olganingizdan keyin ozgina tuz solsangiz mazaliroq bo'ladi. Orqasidan bitta piyoz solib yaxshilab qizartirib olamiz. Piyozimiz qizargandan keyin sabzini solamiz. Sabzini ham aralashtirib, katta qoshiqda 1 qoshiqcha tuz sovorasizlar. Tezroq sabzlarimiz o'lishi uchun. Yaxshilab aralashtirganlardan keyin 10 minutdan keyin shunaqa holatga keladi mana sabzilar. Keyin o'zingizga qarab, tabiiylarga qarab, xohlasanglar 1 litr, xohlasanglar yarim litr suv qo'yasizlar. Keyin chesnoklaringizni solib, nechta xohlasanglar qozonlar qopqog'ini yopasizlar. U orada guruchimizni yaxshilab tozalab, yuvib, iliq suvga uyutib qo'yamiz. Mana suvimiz qaynadi. Olovimizni pasaytirib 15 minut qaynatamiz. 15 minut qaynab chiqqandan keyin chesnoklarimiz yaxshilab pishgan bo'ladi. Chesnoklarimizni olib, guruchlarni solsak bo'ladi. Ko'pchilik osh qilishni qiyin deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Osh qilish juda ham oson. Dam yetganida, suvni tortayotganida juda e'tiborliroq bo'lsanglar, oshinglar chiroyli bo'lib, guruchlaringlar ham ezilib ketmasdan pishadi. Go'sht ustiga qaynab turgan suv quyinglar. Keyin e'tibor beringlar, qozoninglarni hamma tomoni teng qaynash kerak. Men bitta tomoni yaxshi qaynamayapti, qozonimni aylantirib yubordim. Mana ko'rib turibsizlar, hamma tomoni teng qaynayapti. Zira solish desanglardan chiqarmanglar, bu oshga juda ham mazali ta'm beradi. Pishgan chesnoklarimizni oshga botirib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib baqqillab, baland olovda qaynatasizlar, suvini ko'tarib olasizlar. Mana suvni tugagandan keyin shunaqa qilib ozgina ochib qo'yamiz. Tagida ozgina suv bor, bu ko'rinmadi, sizlarga ko'rsatib olmadim. Lekin ozgina suv qolishi kerak. Dam tovoqda olib, mana damlab qo'ydik 15-20 minutga. Olovimizni ham pasaytirib qo'yamiz. Mana azizlarim, oshimiz dam yeb chiqdi. Ehtiyot bo'lib dam tovoqda olib, chesnoklarimizni, agar sizlar katta go'sht solgan bo'lsanglar, go'shtlarni ham alohida qilib olib olasizlar. Men to'rab ichiga sovordim. Yaxshilab ehtiyot qilib aralashtirganlardan keyin chiroyli tovoqqa suzib olinglar. Sizlarda ham shunaqa shirin bo'lib, oshlar yaxshi bo'lib o'xshab chiqadi degan umiddaman. Qaynagan tuxumlar bor edi, to'rab atrofiga chiroyli qilib bezab oldim. Mana azizlarimiz, oshimiz tayyor. Sizlarga yoqimli ishtaha, Allohga omonat.